Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Toshkent viloyati Parkent tumanidagi halol bozoriga Mayiz bozoriga keldik. Yangi joyga ko'chgan ekan. Mana endi bilmaydigan odamlar bilib olish uchun bu Parkentdagi eski bozordan ko'chgan, eski mol bozorining o'rnida joylashgan ekan. Mana shu mayizlar qarang, chiroyli. Şu mayizlar qanchaga bilan taqsim? May to'lasizmi? Kilosidami? Mana qarang, dehqonning o'zidan sotib olishingiz mumkin. Mana shunaqa mayizlar. Buni to'yxonalarda, mana qo'qon manzara holatda mehmonlarga qo'yiladigan mayiz deyishadi, lekin buni yesa ham bo'ladi ekan. Egasi 120 deyapti, 80 mingga savdolasa bo'ladi. Mana qarang, mayizni qarang, mayizni go'zalligi. İştahani kadar. Burada mayiz deyman. Egasi 100 deyapti, lekin savdolasiz 75 ga beradi. O'zbekiston hududi bo'yicha kim meni ko'rayotgan bo'lsa, Parkent tumanidagi eski mol bozor deyiladi, lekin hozir mana shu mayiz bozor qilingan. Parkentdagi bozordan ko'chgan ekan bu joyga. Yaxshi. Qarang, dehqon turishadi, juda arzon. Otaqa qanchadan bo'ldi bular? Bularmi? 30 ming. Bucha? Makrashlarda 20 mingdan kilosi. Mana kilosi 20 ming. Bundan qarang mayiz. Haqiqiy dehqonning o'zi sotyapti. Qarang mayiz. Zo'rligini qarang. Dehqon bobo qanchadan bilan mayizingiz? 60 ming so'radi. Mana 60 ming agar savdolasangiz yana ham kelishadi. Buni faqat Chorsu bozori yo'lsa boylar bozori Alayskida borib olmaysiz. Toshkent viloyati Parkent tumanidagi eski mol bozori o'rnida joylashgan mayiz bozoriga kelsangiz, haftaning chorshanba va payshanba kunlari ishlar ekan, ertalab soat 8 dan kunduz kuni soat 1 gacha. Mana haqiqiy dehqondan olishingiz mumkin shunaqa mayizlar. Mana qarang, jon rohati. Faqat bunaqa mayizni olish kerak. Og'iz ocharda saharlikda yeyish kerak. Mayizlar mana qarang. Chorsu bozori sindiradigan mayizlar. Mana bu mayizlar qarang, go'zalligini qarang, qarang. 75 ming deyapti, 60 mingga olsa. Juda ham zo'r. Mana buni qarang. Mayizni qarang, mayiz jonda. 70 ming bo'lar deyapti, 65 mingga beradi. Mana azizlar, mana Parkent tumanidagi mayiz bozor. Shunaqa bir go'zal. Odamlardagi samimiylik, bir-biriga bo'lgan hurmat, ehtiromni ko'rib havasim keladi. Umridan baraka topsin. Mana og'aynilar mana 100 ming so'mlik mayiz. Mana Chorsuda mana shu 300 ming sotishadi. Lekin shuni shu yerdan 85 ming olib kelsangiz bo'ladi. Qarang. Mayizni qarang, ko'zingiz o'ynaydi. Respublika bo'yicha kim Toshkentga kelib to'yga, tadbirlarga mayiz olaman desa, Toshkent viloyati Parkent tumani eski mol bozoriga kelib, chorshanba va payshanba kuni ertalab soat 8 dan kunduz kun soat 12 gacha bo'ladigan bozorga kelib, shu joyda olib kelsangiz yutasiz. Meni lol qoldirgan mayizni qarang, zo'rligini qarang mana. Mana qarang. Jondir rohati, mana qarang, qarang. Mana qarang. Mayizni qarang da. Mana Chorsuda 300 ming, bu dehqonda 85 ming olasiz. Mana bunaqa mayizlarni ko'rmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Mayizni qarang. Odamlar qarang mayiz mana. Dehqon mana, dehqon, haqiqiy dehqon bular. O'zlari soya salqin joyda yetishtirgan o'zlarining shaxsiy mulki, o'zining dehqonchiligi. Haqiqiy dehqonning mayizi mana shu bo'ladi, qarang. Har bir qopda 22 kilo, 15 kilogacha. Dehqon bobo mayizingizni nomi nima deyiladi? Kishmish. Kishmish ha? 15 ming. Buchi
Mana fuqarolar, meni kuzatayotgan yurtdoshlar, qayerda bo'lishingiz Chorsu bozoriga, Alayski bozoriga, Parkent bozorlariga ovora bor. Toshkent viloyati Parkent tumanidagi eski mol bozor o'rnida joylashgan mayiz bozoriga tashrif buyuring. Haftaning chorshanba va payshanba kunlari ertalab soat 8 dan kunduz kun soat 12 gacha optim bozor bo'lar ekan. Eng arzon bozor. Do'stlarim, mana haqiqiy dehqonning moli. Umrida baraka topsin. Rahmat. Mana bunaqa mayizni ko'rmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Mana do'stlarim, odamlar chetda mayiz deydi. Mana shular 40 minglik mayiz ekan. Bor, toshlik qotganlari bor. Qaymoqda mayinlari bor. Mana qarang. Umringda baraka top. Mana mayiz bozor. Assalomu alaykum dehqon bobo, yaxshimisiz? Mana Parkent tumanidagi haqiqiy o'zlarining shaxsiy agratda yetishtirgan dehqonlar mana o'zimizdan yetishtirilgan mayizni ko'ryapmiz. Ko'z tegmasin, rahmat. Dehqon bobo, qanchadan beryapsiz bu mayizlar ko'tarak? Ana 60, eshitding. Yana bir marta ayting. 60 ming, 60. Mana qarang. Endi qarang mayizlarning shaklini ko'rsataman sizga. Mana qarang. Ko'zingiz baraka top. Mana qarang. Chorsiga borsangiz 150 ming deyishadi. Alayska borsangiz 200 ming deyishadi. Lekin Parkent tumanida eski mol bozoriga kelsangiz, haftaning chorshanba va payshanba kuni ertalab soat 8 dan 12 gacha kelsangiz, 100 mingdan 60 minggacha bo'lgan xohlagan mag'izni olib ketishingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, meni kuzatayotgan aziz insonlar, ro'za Ramazonda albatta yo'l ustida kelingizlar. Mana shu dehqonni o'zidan oling. Dehqonni ham rozi qilasiz, ham baraka topasiz. Mana dehqonlar qarang, umrida baraka topsin. Rahmat. Hammalariga rahmat. Mana qarang, bozorning kattaligini qarang. Mana biz soat 10:30 da kelyapmiz. Bozor haqiqiy bozor ertalab bo'lar ekan, soat 8 dan 10 gacha 1,5 tonna, 3 tonna, 5 tonnalar mag'izlar olib ketishar ekan. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Rahmat. Vatandoshlar, mana shunday haqiqiy dehqonlarni hurmat qilish kerak, mehnatini qadrlash kerak. Ulug' ro'za Ramazon kunlari shu insonlarning savdosi baroridan kelib, yurishib, xalqning duosini olib, rozi qilib savdosini qilishni Alloh madadkor bo'lsin. Hammalaringizga ro'za Ramazonning 6-kuni muborak bo'lsin deb qutlab qolaman. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.